Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Shomurodjon. Bugungi videomizda biz Grand Mobile'da video olamiz bolalar. Biz Grand Mobile'ga kirib oldik. Oldin 21-serverda o'ynardim. Endi bugungi videoda hozir birorta bir serverga kirib, shundan 0 dan ko'tarilamiz ekanlar. Shunaqa video bo'ladi. Serverga kiraylik. 17-serverga kiramiz deganlar. Mana sizda yangi akkaunt ochamiz. Bu yerga ism yozamiz. Ism va familiya mana tayyor turibdi ekan. O'g'il bola qilamiz. Daleni bosamiz. O'zi ochiladi akkaunt. Mana ochildi yangi akkaunt bolalar. Vokzaldan olamiz ekan. Zagruzka bo'lyapti. Xudo xolasa oz qoldi. O'zinglardan so'rasanglar akalar, nima gaplar olamda? Tinchmi bo'lyaptimi, ketyaptimi? Bizdan so'rasangiz biz ham yuribmiz. Добро пожаловать в Grand Mobile. Открытый виртуальный мир, где ты Shu biz o'rganganmiz. Endi bitta peshana tanlaymiz. Hamma o'ziga yoqqan tanlaydi. Endi men ko'raman, yaxshiroq bo'lsa shunday olaveramiz. Mana shu yoqda yerlar, sariq bitta bosamiz. Mana biz tirildik. Xo'p, endi bu yerda questlar bo'limi bor. Questlarga kirib bajaramiz questlarni. Nima deyapti bu yerda? Skuter olish kerak ekan. Mana bitta skuterchi bor ekan, shundan skuter olamiz hozir. 100 rublga ana skuter oldik. Endigi zadaniyamiz pasportni stolga borib pasport olamiz ekan. Tak, endi pasportni stol arzamasda. O'zi mana metkamiz ham bor ekan. Shu metkaga qarab yo'l olamiz endi jigarlar. Mana bolalar pasportni stolga yetib keldik. Hokimiyat deganim, hokimiyat vet. Viktor opadan pasport olamiz. Oldik pasportni. Endi 3-zadaniya shaxtada ishlaymiz ekan. Kimdir semiyaga taklif qildi bizni. Salom, men hali demak biz chalg'iymiz, ishimizda davom etamiz. Endi shaxtaga boramiz jigarlar. Ana let's go. O'sha 17-serverda ham odamlar anchagina ko'p ekan jigarlar. Tak, mana shaxtaga ham yetib keldik. Endi skuterdan tushib ishga joylanamiz. O shaxtachini oldiga kelib, o sariq degani bitta bossak, ishga qabul qiladi bizni. Borib bemalol ishimizni qilaveramiz.
Mana shu qizil nuqtaga kelamiz. Kelib turib, bitta xohlagan nimangiz bor. Xohlaganingizga kirsangiz bo'laveradi. Unga kiramiz. Unga kirganingizda bitta ikkita yo'l bor. Xohlasangiz bu yoqqa, xohlasangiz bu yoqqa yurasiz. Men yoqqa yuraman endi. Bu tomon sal yaqinroq naryoqdan ko'ra. Tak, bu kirgandan keyin sariqni bosib, yana chetroq o'tani bosib, u yashillardan hammasini bosib chiqamiz. Bizda bu yerda endi buni skladga borib topshiramiz. Mana shu yoqdan skladga olib kelamiz. Bittasidan 84 rubldan chiqyapti. Tak, shuna qilib biz 200 kilo terishimiz kerak ekan. Qani bo'lmasa go. Yani do'stlar, bu shaxtaning ishini ham tugatdik. Endi borib boshqa questlar bajaramiz. Endi hozir shaxtadan bo'shab olamiz, shaxtaning ishida. Tak, necha pul ishladik ekan? 1854 ming ishlabmiz. Skuterimiz qani? Mayli, o'tdan boshqa skuter sotib olamiz endi. Tak, questga kiramiz. Endi nima deyapti bu? Hop. O 100 mingga beribdi. To'xtab turaylar, nima deyapti bu? Medkart olishimiz kerak. Bo'ldi, tushundim. Biz Banisaga borishimiz kerak. Skuter oldik. Skuterlar tekin qo'yganmi o'zi, nima bo'ladi tushunmayman. Mayli, bizga qiziq emas. Tezroq Banisaga borsak endi medkart olamiz. Keyin boshqa questlarga o'tamiz. Yana like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, jigarlar aktiv favshi tushib ketgan hozir. Anchadan beri video qo'yganim yo'q edi, endi sekin boshlayapman yana video qo'yishda bolalar. Keyin har xil o'yinlardan video qilamiz, bir xil o'yinda bitta qolib ketmaymiz. Yana yozib qo'ysalaring kommentariyaga qanaqa o'yinlarni o'ynaylik, qanaqa o'yinlar qiziq sizlarga, shularga qarab o'yinlar chiqaramiz. Tak, Banisiga ham yaqin qoldi. Yo'q, brat. O'rladi-yu. Mayli. Tak, yashilmi, qizilmi? Qizil ekan. Darshi davom etamiz yo'limizda. Banisaga ham oz qoldi. Tak, mana yetib keldik Banisaga. Kirib endi medkart olamiz. Omaddan shekilli medkart olish. Bo'ldi, shu medkartni ham oldik.
Tak, keyingi quest. Avtoshkolaga borib prava olamiz jigarlar. Eng qiziq joy keldi endi. Prava olish kerak. Tak. Mana keldi avtoshkolaga. Ichkariga kiramiz. Test javoblari. Tak, buni bitta skaner qilamiz. Bo'ldi. Skaner bo'lgandan keyin endi kelamiz 250 rublga. Endi bu yerdan galereyadan ko'ramiz. Skaner qilganimizni ko'ramiz. Tak, birinchisi 60 ekan. Ikkinchisi 90. Uchinchisi tak. Запрещенный bo'lsa kerak, voy unaqa emas ekan. Xato qildingda jigarlar. Mayli, boshqatdan topshiramiz. 60, 90, 4-sida. Tak, bu yerda 3 ekan. Uchimda to'rmidi. Xato ekan, uchli ekan. To'xtanglar jigarlar, hozir men YouTubedan ko'rayda. Juda topshira olmaymiz shekilli. Tak, jigarlar, boshqatdan topshiramiz endi. Birinchisi 60, ikkinchisi 90, uchinchisi 4 bo'ladi. To'rtinchisi hozir jigarlar ko'rib olamiz maktan. To'rtinchisi 2, beshinchisi 3, oltinchisi ham 3, yettinchisi 4, sakkizinchisi 1, to'qqizinchisi 2, 10-si ham 2. Ana jigarlar, topshirdik endi. Shu mashinani meni mana shu qizil joy bo'ylab borsak, xudo xolasa biramani oldikda mana. Tak, yurdik, yuramiz. Yursa ham mo'l yuramiz. Tepalikka chiqamiz. Tak, tezroq bo'lish kerak endi. Yo, urilma. Boshqatdan topshirib turmaylik hozir. Tezroq. Tak, bo'ldi, bittadan chiqdik. Endi aytgan joyga boramiz tezroq. Tak, bu yoqqa kelib, orqa masafa bitta o'rnatamiz.
Xudo xohlasa pravani ham oldik yana jigarlar. Keyingi quest. Bitta Grand Shawarma yeymiz ekan. Grand Shawarmaga yakka bormaymiz. Tak, skuterimiz yana yo'q bo'lib qolami endi hozir. Bratnikini minib ketaveramiz. Endi bo'lmas ekan. Olib ketmaysizmi? Olib ketmayman dedi. Mayli, olib ketmas. Xo'p, endi Grand Shawarma yeyishga borish kerak. Mana avtobusda ketamiz. Avtobus to'xtang, bratan. Bo'ldi, ketdik, bratda. Kekrasashi boradigan joyim bilan ketarkan, brat. To'xtamang, brat, yuring. Davay, yuring. Zilliyadan ikkanimiz semiyaga qo'shib ketishdi. 7 ta odamli semiyaga. Lider Tomas Shelby, rais legenda, Shahzoda aka, Shoh Shelby, Erjan, Mahmudov, nima bilan. Oxirida biz. Tak, qo'shilgan paytda hech bola yo'q. Uruvenimiz ko'tarsa yaxshi bo'lardi, mayli. Tezroq yuraylik. Semiya yozib qo'yaylik. Tezroq yuring, bratan. Grand Shawarmadan keyin Twix'ga boramiz ekan. Twix'dan keyin magazindan keyin nima bilmadim. Короче, спасибо, брат. Men tushib qolay. Voy, tushib qolay, brat. Большое спасибо. Bizga kiramiz. Grand Shawarmalarimiz bitta zadaniya ham bajarildi. Endi Twix'ga borishimiz kerak ekan. Twix ham yaqinimizda. Unga skuter olamiz bratdan. Ketdik. Skuterlar вообще tekin bo'lib ketibdi. Shtraf geldi. 250 ming normalli. Yaqinlashib qoldik. Grand Shawarma bilan Twix'ga yetib keldik. Xo'p, ikkita bino bor. Xohlaganlaringga kirsalaring bo'ladi. Biz birinchisiga kiramiz. Bitta oq xalatga kiramiz. Futbolkaga keyin ishni olamiz. Ishda 1500 rubl ishlashimiz kerak ekan. Grand Shawarma bilan Twix'da. Birinchi yo'q, keyin 10 va 10 soniya kutamiz. Undan so'ng aralashtirib bo'linadi. Undan so'ng olib shunday topshiramiz. Korobkada olib kelamiz. Qizil joyga topshirsak, bizda 40 rubl, donasi 40 rubldan.
Endi 1500 da ishlashimiz uchun nechta kerak bo'ladi? Tak, qarordan tak, mana jigarlar oxirgi nimani bajaryapmiz. Shu bilan yana futbolga kirib bossak, questimiz bajarildi. Endi borib 24/7 magazinga kiramiz ekan. Keyin nima bororaylik ko'ramiz. Skuterimiz yana yo'q. Mayli. Skuter olamiz. Pastda 50 ming bo'lib qoldi jigarlar pulimiz. Yaxshi, hozircha o'sish katta. Yana ozgina pul to'plab bitta cho'tki mashina olsam, u vobshe zo'r bo'lardi, jigarlar. Nima dedilaring? Nari katta akantim tomon normal kuchaygandim. Unda ham kiramiz, endi kontent uchun kiryapman-da bu akkauntga. Ketdik, mana besplatniy ekan. Nima olishimiz kerak bu yerdan? Tak. Telefon olishimiz kerak ekan. Undan keyin nomer ham olishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi nomerimiz? 55 5. Qanaqa olmasa ekan? Zaynat aka nomer. 55 1 3. Nomer ham Zaynat aka. Nomer olayım. Oldik ya nihoyatda. Tak, endi qiladigan ishimiz skuterga minamiz. Obed. Restoranga kirib obed qilamiz ekan. Obed tushlikka karachka bilan tovuq go'shti. Tak bo'ldi, 50 mingdan oshdi pulimiz. Endi oxirgi ish pochtalyonda ishlaymiz 100 ta. Tak, endi pochtalyonga borishimiz kerak. Mashinadan boramiz pochtalyonga.
ozgina qoldi pochtalyonga ham. Pochtalyonni ishlab olib, keyin videoni ham tugatsak bo'ladi. Уже cho'zilib ketdi. Shu bilan qolganini ikkinchi videoda chiqaramiz. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar, jigarlar. Vobshe comeback bo'ladi endi bundan buyog'iga. Polniy har xil temadagi har xil videolar chiqaveradi endi. Shortslar, streamlarga ham kirib turinglar, jigarlar. Obunachilarimiz yig'ilib keladi. Xudo xolasa. Biz ham kuchayib ketamiz borgan sari. Hozirdan kuchaysak. Tak, yetib keldik biz pochtaga. Endi pochtada ishlashimiz kerak. 100 marta. Pochtada ham vashyodan ko'p bo'ladi bor. Tak, qani boshladik. Tak do'stlar, bugungi video shu bilan o'z yakuniga yetdi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ikkinchi qismi ham tez orada chiqadi. Ikkinchi qismida questlarni ikkinchi bo'limini tugatamiz. Xudo xolasa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar.